biz endi bundan buyog'iga talablarimiz, kutishlarimiz yashashni boshlaymiz. Endi bundan buyog'iga o'zimizga, butun hayotimizga javobgarlikni olib yashashni boshlaymiz. Agar endi bundan buyog'iga kimda-kim insonlarga juda katta talabi bo'lsa, har bitta vaziyatda xafa bo'lib qolaversa, o'tmishda afsuslari bilan yoki kelajakda xavotirlari bilan yashaydigan odamlarga ozgina qiyin bo'lib qoladi. Qiynalib qolishadi. Xuddiki bitta tupik ko'chaga kirib qolingandek, o'sha tupikdan chiqolmaydigandek holat bo'lib qoladi. Shuning uchun endi bundan buyog'iga faqat hozir va shu yerda uzilishimiz kerak. O'tmishdan ham, ya'ni o'tmishdagi bo'lgan vaziyatlar hammasini tajriba deb bilishimiz kerak va kelajakdagi bo'ladigan narsalarga ishonchda bo'lishimiz kerak. Allohga ishonishimiz kerak. Alloh bizga nima kerakligini juda ham yaxshi biladi. Va shu qadar ishonchda bo'lishimiz kerakki, har kuni faqat niyat, ya'ni ertalabdan niyat qilishimiz kerak. Qanaqa xohlaysiz? Mana kuningiz qanaqa o'tishini xohlaysiz? Shu kunda niyat qilib, shu kunga duo o'qishimiz kerak va duo qilib, shu kunimizni ya'ni shunaqa ishonchda o'tishimiz kerakki, mana shu ertalab niyat qilgan narsamiz albatta bizning hayotimizda bo'ladi deb niyat qilishimiz kerak. Biz oldinlar qanaqa yashaganmiz? Asosan kelajak uchun qanaqadir nimadirlar qilganmiz. Buni yaratib qo'yay, men buni qilib qo'yishim kerak deb doimiy yugurda, doimiy kurashda yashaganmiz. Va endi bugungi kun, ya'ni bu yildan 2026-yildan bizni hozir va shu yerda yashashimiz uchun unaqangi kelajakda yoki o'tmishda yashamasligimiz uchun o'rgatadigan yil va shuning uchun ham juda ko'p kurashda bo'lib qolgan insonlar kasalliklar bilan yoki ish yurishmaslik, pulsizlik bilan qiynalib qolinyapti. Shuning uchun faqatgina hozir va shu yerda yashashimiz kerak. Bu har bitta jarayon, hozir bo'lib turgan jarayon, shuni aytmoqchiman, sevimlilarim, sizlarga juda muhim proses, ya'ni muhim jarayon deb bilishimiz kerak. Ko'proq sevgi berishimiz va ruxsat berib olishimiz kerak. Ya'ni tanada taranglik bor-ku, yo'q, menga shu bo'lishi kerak degan narsa bor-ku, shuni qo'yib yuborishimiz kerak. Mayli, bo'lmasa ham ruxsat beraman. Agar bu menga xayrli bo'lsa, ana shu narsa xayrli bo'lsa bo'ladi. O'tmishdagi bo'lgan vaziyatlarga ham aytishimiz kerak. Hammasini qo'yib yuboraman. Juda ham xayrli bo'lgan, menga kerakli vaziyatlar bo'lgan va o'sha vaziyatlarda men juda ham katta dars olganman.